Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Mana shu hozir обычный kunda ishlatayotgan chint avtomatimiz bo'ladi. Bu duh polisni edi. To'g'risi mana ikkinchi polisini hozir ochgandim, tutilib ketdi mana. Такой bu. Hozir bunisi sochilib ketdi. Bunisi masalan o'zim bunisini ichini ko'rsataman. Ikkalasini ichi pastda bir xil narsa. Xo'p, hamma ham ko'rmagan bo'lishi mumkin. Ko'rmaganlar uchun men hozir sizlarga shu avtomatning ichini ko'rsataman va vazifasi, ishlash prinsipini tushuntirib o'taman. Xo'p, ko'rishlaringiz mumkin. Avtomatning ichida mana shunday sxemalar bor. Pitaniyamiz bu yerdan kirib, bu yerdan chiqib ketadi. Xo'p, tok qanday o'tadi qaranglar. Bu mana bu qizishni his qilib turadigan narsa. Bu yerda qizish berganda mana bu ingichka plastinka ko'rinyapti mana. Shu ingichka plastinka qiziydi va buni ortga tortadi. Mana bunday. Shu ortga tortganda, ana bu avtomat qo'shilgan vaqtida ortga uraveradi. Ikkinchi varianti promoy zamigание berganda mana bu ishlaydi mana. Mana bu narsa chirzatma o'tib o'tgani uchun bitta uraveradi mana bu narsani. Ko'ryapsizlar? Bunday. Bitta uradi. Mana bu kante bunga tegib turgan bo'ladi o'sha vaqtda. Temir kante mana bunga tegib turgan bo'ladi. Promoy zamigание bergan vaqtda ana shu narsa shuni bitta uradi, avtomat shuni chaqirtib ajratib yuboradi shunda. Xo'p, prinsipi boshqa ko'radigan, biladigan joyi yo'q. Обычный mexanizm, пружинка, такой-то, tуда-suda mana shunaqa narsalar bor. Va mana bu yerda mana ko'rishlaringiz mumkin. Ko'pchilik bu narsaga e'tibor bermagan. Mana bu lugurovka akalar. Tushunyapsizlarmi? Mana bu yerdan shestigranniy kalcha tiqib buralganda avtomatning чувствительности lugurovka qilinadi mana bu yerda. То есть qizish gradusida deb aytsa ham bo'ladi. Hozir o'sha narsani mana shu narsadan lugurovka qilib, qisib, yumshatib, tez tashlayotgan, asta tashlayotgan qilsa bo'ladi. Promoy zamiganiyaga aytdim, mana bu narsa javob beradi. Bitta uraveradi, shtaq deb, shu vaqtda mana bu narsa amaliyot turgan joyda orqaga qaytib ketadi. Xo'p, prinsipi shu narsa. Hamma narsasini ko'rsatdim deb o'ylayman. Bemalol kanalimga obuna bo'lib, like bosib, podpiska bosib, podдержка qilib tursanglar, Xudo xohlasa xursand bo'lardim. Rahmat sizlarga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shu joygacha ko'rganlar, jonlar sog' bo'lsin, ishlaringizga omad. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.